Yana bir bor assalomu alaykum Asadbek aka. O'zingizni qisqacha tanishtirib yuborsangiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Meni ismim Asadbek, yoshim 27 da, Xorazm viloyatidanman. Juda yaxshi. Asadbek aka, mana tradingni o'rganishni boshlaganingizga bir oycha bo'lib qoldi. Mana shu tradingni umuman o'rganishingizga sizga nima turtki bo'ldi? Nimaga aynan triplarni tanladingiz? Turtki bo'lishini ochiq oydin aytadigan bo'lsam, asosan moliyaviy erkinlik, ya'ni o'zligimni tanish uchun, bilish uchun va aynan mana shu trading sohasi men ko'zimga ko'rindi va shuni tanladim. Nimaga aynan triplarni tanlaganimning sababi bu yerdagi o'qituvchilarning dars berish jarayoni menga juda ham yoqdi. Nimaga menga yoqdi? Boshqa joylarga men borib o'qimaganman yo boshqa kurslarni tanlamaganman, lekin kuzatganman, o'zi odam bilimi bor odam o'zi ko'rinishidan aniq. Misol uchun Sardor akaning YouTube'dagi darslaridan ko'rib, shundan xulosa chiqarganman. Aynan shuni tanlaganim sababi shu. Mana qarang, Asadbek aka, bir oy muddat yetarli-ku, to'g'rimi? Anaqa darslarga ham, mentorlarga ham xulosa chiqarish uchun ularga nisbatan siz qanaqa baholagan bo'lardingiz ularni darslarga, o'quvchilarga yondashuvlarini? O'qituvchilarni baholaydigan bo'lsak, agar mumkin bo'lsa 10 dan 10 baholaydigan bo'lsam 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Chunki o'qituvchilar ham, jamoa ham hamma nima desam ekan, yig'ilib qoldi desak to'g'riroq bo'ladi. Hamma bir-birini yaxshi tushunadi, bir-biriga yaxshi chiqishlar, jamoaviy ishlashlar, o'qituvchilarni nimalarga, o'quvchilarga berayotgan ko'nikmalari ham juda ham zo'r. Уже bir oyda anaqa. Da, bir oyda men yetarlicha o'zimga xulosa ham, rezultatni ham bila oldim. Juda ham zo'r. Asadbek aka, mana darslarni o'rganib boshlaganingizdan keyin, bir oydan keyin o'zingizda qanaqa bir o'zgarishlar sezdingiz? Pulga nisbatan munosabatingizda yoki bo'lmasa moliyaviy savodxonligingizga qanaqadir ta'siri bo'ldimi? Da, bo'ldi. Albatta bo'ldi. Hozirgi asosiy ishimga ham qaytanga nisbatan bu sezilarli darajada o'zgardi va o'zimga ham sezildi. Eng muhimi tartib va intizom avvalgiga qaraganda yana ham mustahkam va shakllandi-da menda. Mana shu bir oy davomida. Demak, ko'proq disiplina tarafdan ta'sir qildi sizga. Da, juda yaxshi, ko'proq ta'sir qildi. Juda ham zo'r. Asadbek aka, siz nima maslahatlar bergan bo'lardingiz yoki qanaqadir ko'rsatma, tradingni o'rganmoqchi bo'lib, lekin ikkilanib yurganlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ikkilanib yurganlar, boshlasam yo'qmi? Ularga men ochiq oydin aytaman, avvalambor harakat qilish kerak, Xudoga topshirish kerak. Ikkilanib yurgandan hech narsa bo'lmaydi. Misol uchun ustozimiz Abdurahmon akam aytadilar, oldin harakat qil, o'sha narsaga loyiq bo'l, keyin Alloh taolo senga beradi dedi. Men o'sha narsani oldimga maqsad qo'yganman. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Rahmat sizga Asadbek.